Xorazm viloyatining tashkil topishi va hududiy shakllanishi uzoq tarixiy jarayonlarni o'z ichiga oladi. 1920-yil fevral oyida Xiva xonligida inqilob yuz berib, xonlik tugatildi. So'nggi xon Said Abdulla xon taxtdan voz kechdi. Shu bilan hududda ko'p asrlik xonlik boshqaruvi barham topdi. 1920-yil 26-aprelda Xorazm Xalq Sovet Respublikasi tashkil etildi. Biroq respublika ichida siyosiy beqarorlik ham mavjud edi. Turli kuchlar o'rtasidagi qarama-qarshiliklar va Markaziy Sovet hokimiyatining ta'siri kuchli bo'lgani sababli respublika mustaqil siyosat yurita olmadi. 1924-yilda O'rta Osiyoda amalga oshirilgan milliy davlat chegaralanishi natijasida ushbu respublika tugatildi. Uning hududi milliy tarkib asosida qayta taqsimlanib, bir qismi O'zbekiston SSR tarkibiga kiritildi. Shu hudud asosida Xorazm okrugi tashkil etildi. 1925-1930-yillar davomida Xorazm okrugi mavjud bo'ldi. 1930-yilda esa ma'muriy islohot natijasida okrug tugatilib, hudud alohida tumanlarga bo'lib yuborildi. Bu esa boshqaruvni murakkablashtirdi. Shu sababli 1932-1938-yillar davomida hududiy boshqaruvni qayta tartibga solish ishlari olib borildi. Natijada 1938-yil 15-yanvarda O'zbekiston SSR tarkibida Xorazm viloyati rasman tashkil etildi. Viloyatning ma'muriy markazi etib Urganch shahri belgilandi. Bugungi kunda Xorazm viloyati O'zbekistonning muhim tarixiy va madaniy hududlaridan biri hisoblanadi. Bu hudud o'zining qadimiy yodgorliklari, boy tarixi va betakror me'morchiligi bilan ajralib turadi.